Assalomu alaykum barchaga. Bugun bitta konditsioner qo'yish jarayoni. Xo'p, bu etajimiz 7-etaj. Qo'yiladigan konditsionerimiz AUX brendidan. Qo'yiladigan joy ikkita joy, bittasi spalni, bittasi xo'p, mehmonxona bo'ladi. Spalnida klient talabiga samoyatga bo'lyapti. O'tib ketishi uchun tepasidan mehmonxonaga esa mana shu yerdan ishga qo'yamiz. Ishdan teshib chiqarib olib, yog'ini tashqariga yoqib qo'yamiz. Sekin jarayonlar ko'rsatamiz. Teshadigan joyimiz nima qilib tayyorlab oldik. Bu paketdan ham foydalanamiz. Uyimiz remont tayyor bo'lgan. Shunchaki bitmasdan chiroyli ehtiyot qilib teshib olamiz. Teshigimizni teshib oldik. Musorlarni shu yerda to'plagan holda chang pang bo'ladi. Tashqaridan ko'ramiz qanday bo'ldi ekan. Mana shundan teshib chiqdi. Sekin mana ayni tagiga qo'yamiz xohlasa. Veshilkamizni ham ilib oldik. Endi trubkalarni qatirib fendiylamiz. Ikkinchi joyimiz o'zgardi, mana shu yerga deyildi. Klient birinchi bu yoqqa deyishganda endi yo'q, bu yoqqa bo'ladigan bo'ldi. Endi bu yerda ham teshamiz sekin ehtiyot qilib. Teshyapmiz. Armatura chiqyapti oxirida. Endi biz sal nariroqqa yegib turib olib ketishimiz kerak ekan. Devorimiz granit. Granit bu ichkarisi 10 santimetrdan keyin gazab bo'lib ketgan. Shu uchun biz teshib olib hozir qoqamiz. Konditsionerlarimizni qo'yib oldik. Ishlashlari xudo xolasa zo'r. Bu spalni xonamiz edi. Menali xonamiz. Bu mehmonxonamiz. Ishlashlari zo'r. Konditsionerimizni qo'yib oldik. Mana shu ikkalasi 7-etajdagi AUX'larimiz. Sog' bo'lasizlar.